Anazlar pena-blok quyish jarayoni. Aziz kuzatuvchilar, hozir sizlarga penani tayyorlanish jarayonini ko'rsatib beramiz. Birinchi navbatda mana videoda qisqacha ko'rsatib o'tdik. Bu yerga alohida o'zini gelini maxsus iliq suvlarda eritib olib, pena generatorga quyib olindi va pena generatorni kompressor yordamida havo bilan damlanyapti. Endi bu yerda hozir gipsni maxsus bayoklarga solib mikser yordamida aralashtirib olishar ekan. Tayyor bo'lgan penani qo'shishar ekan mana bu holatda. Hozir shu holatiga xuddi shunchalik gips qo'shildi. Xo'p, bunga semen ham qo'shilar ekan. Hozir jarayonni tasvirga ola olmay qoldik. Bu holatda qoldiqlariga yetdimi? Anazlar pena-blok quyish jarayoni. Ana hech qayerdan oqmaydi, va shuncha ko'paytamiz biz uni. Oqmaydi. Azizlar, mana uy sharoitida jaydari, ya'ni oilaviy biznes so'raganlar uchun hozir sizlarga uy sharoitida atiga $8 bilan kuniga $100 daromad qilsa bo'ladigan biznes tanishtirib o'tamiz. Mana bu yerda o'sha biznesda tayyor mahsulotni mana bu pena-blok quyish biznesi bo'lib, quyilganiga 15 minut bo'ldi. Mana qattiq o'sha barmoqlar ham kirmayapti. Hozir Namangandamiz. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Xo'p, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Usta Ilyos akani xonadoniga kelganmiz. Akamiz barcha turdagi pena-blok qoliplarini O'zbekiston bo'ylab ustanovka qilib, dastavka qilib beradi. Endi bu yerda aytaylik, yangilik qoliplarini $8 dan olib, oilaviy harakat qiladigan bo'lsangiz, aka bilan maslahat qilib ma'lumotlarni oldik. Xo'p, o'zingiz qo'yadigan bo'lsangiz, bitta pena-blokning narxi 5,5 ming so'mga tayyor bo'ladi. Bozordagi narxi, ya'ni bozor emas, o'sha ko'chadagi narxi 10 ming so'mdan sotiladi. Mana ko'rishimiz mumkin. Agar ishchi ishlatadigan bo'lsangiz, endi ishchini gaplashishingizga bog'liq. Aytaylik, bitta g'ishingiz xo'p 6,5 ming, 7,5 mingga tayyor bo'lishi mumkin. Shunda 10 mingdan sotilganda donasidan 2,5 ming so'm, 3 ming so'mdan daromad qilsa bo'ladigan. Aha, yaxshi biznes ekan. Xo'p, endi akani o'zi sizlarga batafsil tanishtirib o'tadi. Kimni imkoniyati qanaqa bo'lsa, o'shanga yarasha qoliplarni sotib olib biznesni boshlasa bo'ladi. Usta Ilyos akani o'zi sizlarga batafsil ma'lumot beradi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Aka, hormang, charchamayapsizmi? Xo'p, aka, endi buni oilaviy biznes deb aytib o'tib ketdik. Aytaylik, realniysa necha pul bilan boshlasa bo'ladi va necha pul daromad qilsa bo'ladi? Yevro qoliplarimizni Shrilanka sohasida eng baquvvat qoliplarimiz ekan. Joyida 3 ta qolip komplet holati ham, latotin bo'lgan bor. $8 dan beryapmiz ekan. O'zbekiston bo'ylab $1000 gacha chiqadi, eng uzoq nuqtasigacha, eng oxirgi nuqtasigacha. Vodiysiga $900 atrofidagi dastavkasini. Men joyini olib ketadigan bo'lsa, $8 dan beryapmiz ekan, xudo xohlasa. Qoliplarimiz eng baquvvat qoliplar. Har ikkimani orasiga 4 ga 4 profil to'qib chiqilgan. Polni oralari ham, tagi ham 4 ga 4 profildan bo'lgan ekan. 4 ga 4 profillar qalinligi buni nimasi ham qalin ekan. Materiallari ham qalin. Materiallar qalin ekan. Lazerli istaloda kestirilgan listlar, xudo xohlasa 3 yillik listlar tayyorlanyapti ekan. Toza magnit list, xudo xohlasa diagonaliga, razmeriga hamma yo'q javob ekan. Jo'nalarni tashlab tekshirib olsa bo'ladi ekan. Bitta komplektda 3 ta qoldi, latok tumbasi, kompressorimizdagi 50 talik firmani 50 talik kompressor Ruby firmaniga bo'ladi ekan. Kichkina kompressor emas, bu 50 litrli. Bu qolipdan pudagani 6 ta, 7 tagacha qo'shib bitta kompressor bemalol yetkazib beradi ekan. Penasini. Xo'p, kompressor, 3 ta qolip, tumbalari, bular ham bor-a? Ha. Bu mikserimiz ham mana aka, xudo xohlasa zavodskiy holati o'zi kichkina bo'ladi. Mana girdobini kattaytirib qo'yganmiz. Uning sababi bu uchiga arqon baylab o'tirish shart emas ekan. Rastvor bo'shkalari ekan. Rastvor bo'shkalari mana turbodan ko'taradigan qilib mana
chasbayni o'zi qo'yib qo'yilgan, bellari ikki qatordan chasbay qo'yib, ko'targanda asl qo'lga og'ir, nagri suchkini moshta qilib qo'yilgan buyog'ini to'g'risi. Qoliplarimiz mana bunaqa rezingada taylarga rezinga yopishtiriladi aka, o'zi maxsus rezingalari bor. Kuyganingizda rasvor oqmaydi ekan uni. Tagida qumda bekitish shart emas ekan uni. Mana bittani abrazasiga kuyib qo'yganmiz aka. Qo'lni ko'rsatib o'tdim, xudo xolasi chiqayotgan oqmagan ekan. Qo'lni germetikda yanalgan. Bu pelageneratorimiz ekan. 100 litrli skos gaz balonidan tayyorlangan. Santexnikalardan eng sifatli kransiyalardan foydalanilgan ekan. Xo'p, buni hozir ajratib ham ko'rsatib beraylik. Quyilish jarayonini qisqacha ko'rsatamiz video davomida. Qo'lda ochilar ekan. Mana qo'lda ochilar ekan. Eziladi. Hali unaqa prinsipda aniq bo'lmagan. Bu to'rga to'g'ri profil har orasiga 9 klansalar bemalol ustiga chiqargan qorin qo'yib yuboradi deydi, boshqa deydi, bekor gap aka. U yo'q narsa bu. Mana bemalol o'zim bitta qishda olib mana qilsa ham bo'ladi. Xohlasa ikkita chekkasidan olsa ham bo'laveradi ekan. Bu qoliplarimiz ikki tomonga ochilish sababiga burchaklari juda chiroyli holatda chiqadi ekan buni. Hali endi aqabaqa yiqitganingizda burchaklari yedirilib ketmaydi ekan unda. Ha, qoliplarimiz ekan u hali ko'pchilik anaqa qilishadi, ustiga qorin qo'yib yubormaydi deb. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi ekan unda. Demak, bu yangilik qolipda g'ishtni ajratib olish ham oson ekan-da. Oson ekan. Ko'rsatib beraman. Mana aka burchalarga ham bir anaqa qilib e'tibor berishsa. Mana. Sifati ham juda yaxshi ekan. Chiqaylardan rasm ushab qo'ygan joyi yo'q ekan qoliplarimizda. Yaxshi holatda mana chiqarib ketaveradi hozir. Yana bittasi olib ko'rsataman. Endi bu yog'lari nima desanglar, atrabon ekan. Bu chunki bu hali g'isht chiqarib olish uchun yengil yog'lanadi, fruzator orqali. Mana bular. Gap yo'q mana. Mana azizlar, pena-blok xuddi shunday bo'ladi. Endi bu chizig'iga ahamiyat bermaysizlar. Boshida sizlarga sinov uchun ozroq quyib ko'rsatamiz dedik. Akamiz ozroq tayyorladi, keyin birato'la polni quyib ko'rsatib bera qolaylik degani uchun boshqatdan quydik bu yog'ini. O'shaning uchun bunisiga ahamiyat bermaysizlar. Lekin mana ko'rishingiz mumkin. Necha razmer aka? Razmer aka 30 ga 60, yoqasiga 20 bo'ladi. Devor yotganda devordan betondan tepaga qarab 20 sm ko'tariladi, eniga 30, uzunligiga 60 bo'ladi. Nechta kichkina g'isht o'rnini bosadi? Aka 25 ta 26 ta kichkina g'isht o'rnini bosaveradi bitta pena bo'lganimiz. Gap yo'q. Endi hozir mana qo'lda bosib ko'ramiz. Maksimal darajada bu aytdim 15, rosa borsa 20 minut bo'ldi. 20 minut ichida mahinchalik zo'rg'a qo'limni kirgizyapman. Agar bu ozgina quyosh ko'rsa, tashlab olasizmi, shishasa bo'lmaydi. Bu qolipdan chiqqan g'ilchillab turgan holat ekan hozir. Ba'zi joylarda ko'rsangiz, haligi kuylganiga bir oy bo'lsa ham bunday qo'l tiqsa kirib turadi-ku. Kiradi, to'g'ri. Bunaqa emas ekan. Buni hozir ko'rsatib bergan retseptimiz bo'yicha ishlatishsa, burchaklari ham g'ish ham kachistali bo'lib chiqadi. Xo'p, haligi oxirgi gapingizni ayting. Oxirgi gapingiz nima deyapsiz? Mana aka buni misol uchun borganda kuyishda sifatli qilib o'rgatib qo'yamiz. Biz ko'rsatgan resepт bo'yicha ishlatsa aka bular ham. Klient ham yo'qolmaydi, g'ishtlar ham juda sifatli bo'lib chiqaveradi aka. Mana o'sha yangilik qoliplardan. Endi aka, bu yoqda arzonroq qoliplarimizni ham tanishtirib o'tsak, komplektlarni ko'rdinglar do'stlar. Pena generator, fluizator bu yerda. Bu ham ishga tayyor holatda bo'ladi aka. Hammasi kompressor, mikseri, pena generator, 60-30-20 qolipining 3 ta bo'ladi, latok tumbasi, rastvor bo'chka, mikseri hammasi ishda yakbolashda bo'ladi aka bu. $8 chiqadi. Ha, bu joyda $8, O'zbekiston bo'ylab $1000 yetaveradi aka bu. Dastavka ustanovkasi ichida. Ustanovkasi ichida. Bularimiz aka endi joyida $750 dan beryapmiz. Dastavkasi aka $850 dan O'zbekiston bo'ylab chiqaveradi. Xoh Xorazm bo'lsin, xoh Nukus bo'lsin. Xoh Surxondaryo, xoh Qashqadaryo. Qizig'i yo'q aka joyida. Buni komplektida nimalar bor endi? Buni komplektimizda emas, 60-20 razmerdan qolipimizdan 6 taligidan 3 ta bo'ladi. Dasturni bo'chka, pena generator, latok, tumba, fluizator, mikser, kompressorimiz bo'ladi. Keyin havo damlagani shlenkasi bo'ladi aka uning ichida. Kompressor shlenkasi. U korobkaning ichida chiqadi. Buni narxi arzonroqligi sababiga mana pelada ikki qator profil tortilgan xolos. Mana o'rtalari chaspaga. Nachalistni materialdan qo'yib bekitib chiqilgan. Bularga endi polni profil to'qilgan.
Shuni anaqasiga xolos. 50 dollar, 100 dollar arsa qiladi. Buni joyida 750 dollarga dastlabkasi bilan 850 dollarga O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Juda yaxshi. Bu yoqdagilari qanaqa endi? Bu keyin komplektimiz mashq turgan holatda hammasi hozir bugun tushib ketadigan-ki, keyin komplektimiz mana 3 ta standart holatda bittasini ichiga 3 ta перегородка chiqadigan qilib zakaz berishgan ekanlarmiz. 12 ga 30 60 chiqadi. Bitta qolipni ichida 3 ta перегородка, 4 ta обычный chiqadi ekan. Ikkita standart ekan. Bunday emas, latok, tumba, kompressor, mikser, pulverizatор, rasvorboyska, penogenerator hammasi komplekt holatda bo'ladi. Xudo xolasa mikserimizni ham arqon baylash shart emas, mana chiroyli qilib girdobini kattaytirib qo'yganmiz aka. Shuni solib aralashtirishveradi aka. Tepa-pastini bir xil aralashtirib beradi aka bu narsa. Xo'p. Endi bundan ham arzonroq qoliplarimiz bormi, yo'qmi? Masalan, maksimalni arzonlatgan holatda bundan arzon qolipimiz yo'q. Eng arzonlari mana shu. Endi misol bagajni qo'shib olishadigan bo'lsa, bu yoqdan ko'rsatadi. Lego qolib so'ragan akalarimiz-ga Lego qolibda 1.9 ming so'mdan beryapmiz aka bunisini. Abishning qolipimiz 1.700 mingdan qo'shilaveradi aka. Misol 3 ta qolip menga kam deydiganlarga 4 ta yo 5 ta deyishadigan bo'lsa, 1.700 ming so'mdan qo'shilaveradi keyingi qolipda. Zakazga mana bunaqa o'z yuradi, mana shu g'ildirali bir kishi o'zim kuyaman. Menga sherik kerak emas deganlarga rastga urib berishgan g'ildirali moslab qo'yganmiz. Buni narxi 1 million atrofida chiqadi aka. Buni o'zini narxi 1 million so'm. 1 million yasaganlar ekan. Bitta odam o'zini xo'jaligida bemalol quysa bo'ladi. Bemalol kuyaveradi aka. Maksimalni o'zi quysa nechta quyadi? Bu boshqalar bo'ladigan bir kishiga 180 ta 200 ta kuyaveradi kuniga xotirjam. Bemalol o'zini charchatmagan holatda. Endi mana hisob kitob qilib olaverasizlar. 180 ta maksimalni 200 ta quysa bemalol quyar ekan. 5,5 ming so'mga tayyor bo'ladi. Aytib o'tdik videoning boshida ham. Endi 10 mingdan sotgan taqdirda ham har bitta g'ishda hisob kitobini chiqarib foydani aniqlab olsanglar bo'ladi. Ha, keyin aka buni yollari ham mana ko'p yerda ipdan qilib qo'yilgan ko'rgan bo'lsangiz. Ipli emas, rezbali aka. Bu misol kuyganimda usulga ketgan deganlarga polni rezbali qilib beradi. Hamma qolib rezbali chiqadi aka. Bir tomonga ochiladi bular. Ha, bular bir tomoni olinadi aka, rezba bo'shagandan keyin bir tomoni olib bir chekka qo'yib qo'yiladi, bir chekkadan ishini chiqarib ketaveradi. Nari qoliplarimiz ikki tomonga ochiladi u. Bunda yig'ib berish ham osonroq nari qoliplarda. Keyin sharnali qoliplarimizni joyidagi 2 million so'mdan beryapmiz. Dastlabkasini ham uni kelishilgan holatda eng uzoq narsalarga 2 million 400 ming, 2,5 milliongacha yetaveradi dastlabkasini. Bu sharnali yevro qoliplarimiz. Bularga joyida 1 million 700 ming, dastlabkasi mana eng uzoq yerga 1 million 900 2 milliondan yetaveradi bular. Aytaylik, bu biznes qilmoqchi bo'lganlar sizga zakaz berdi deylik, necha kunda tayyor qilib jo'natib berasizlar? Bu xolasaga 3 kun ichida eng cho'zilib ketadi endi 3 kun ichida olib borib o'rnatishga shuriladi. Vodiy ichiga 1 kunda endi. Endi voha tomonlarga endi yo'llar hisobiga, misol uchun 8 kilometr, 1000 kilometr joyga 1 kun, 1,5 kun yo'l yurib borishadi aka. O'sha hisobiga kilometr 2,5-3 kunda yetib boradi aka. Voha tomonlarga. Vodiy ichiga 1 kunda yetkazib beramiz. To'lovlari qanaqa bo'ladi? Borganda to'laydimi yoki oldindan qanchadir to'lov qilib berish kerakmi? Oldindan to'lov xohlasa mana qilsin, saklab beraman desa berishsin. Agar nostandart dasturlar bo'lsa saklab tushiramiz unga ajratli. Chunki u 30 aka, ba'zilar yo'q meni betonim 35 yo'q 40 ga kuyganman, menga 35 yo'q 40 lik qolib qo'yib deydigan bo'lsa, uni ham zakasiga qarab yasab beramiz aka. Har xonasiga akalarimiz ishlaymiz deyapti mijoz bilan. Agar buni ham boshida gaplashdik, akamiz aytib o'tmadi. Agar pulinglar kamroq bo'lsa, bu yerda bu apparatlarni beradi va qoliplarini kamroq qilib jo'natib beradi. Siz biznes boshlab olsangiz bo'ladi. Ya'ni aytaylik, 600 dollar pulingiz bormi, 500 dollar pulingiz bormi, shu imkoniyatiga qarab qolipini jo'natib berishaveradi. Puliga yarasha qilib beramiz aka. Misol, ikkita qolip, men o'zim uyimni ko'tarmoqchiman, misol, o'zim ishlarni qilmoqchiman. Uyimni qurib olsam, o'zimdan ortsa, keyin ishlab chiqarsam, yana qolipini qo'shib olib, bitta sex ochib qo'yaman deydiganlarga. Ikkita qolipi bilan aka bu. Joyida 600 dollardan beraman. O'zbekistonda 650 dollardan yetib boradi bular. Ikkita qolip. Mana imkoniyat, mana qulaylik. Xudo xolasa akalar, bu yog'i mana issiq kunlar ham yaqin. Buni sezoni boshlanish arafasida
bemalol olib o'zinglarni xonadoninglarni qurib olsanglar ham bo'ladi. O'zinglarga qish ham arzon tushadi, ham qo'shimcha biznes bo'lib qoladi yoki birorta sex sifatida foydalanib yaxshigina daromad qilsanglar bo'ladi. G'ish misol sirog o'tib qoldi yoki turib qoldi deyilmaydi. Bu pena bloklarni bilamiz, qancha quyosh ko'rib, qancha uzoq turgan sari qatib boradi. Shuni hisobiga narx ham o'ziga yarasha oshib boradi akalar. Xudo xohlasa, bundan yaxshi daromad qilsa bo'ladi. Pena blok yoki qoliplari to'g'risida qanaqadir savollar tug'iladigan bo'lsa, ekrandagi nomer mana usta Ilyos akaning nomeri, bemalol qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotga ega bo'lsanglar bo'ladi. Xudo xohlasa sizlarga bu pena blok quyish sir asrorlarini ikir-chikirigacha yashirmasdan o'rgatib beradi. Ko'pchilikni bilamiz, o'sha ishlab chiqaruvchilar sirlarini yashiradi, ya'ni o'zimga konkurent bo'lmasin deb. Bu akalarimiz unaqa emas. Siz o'sha tadbirkor bo'lib biznesingizni yo'lga qo'ysangiz, bular shundan xursand bo'lishadi. Mana siz ham bemalol mana bunday pena bloklarni yoki gips bloklarni ishlab chiqarib daromad qilsangiz bo'ladi. Akalar, videomiz shulardan iborat edi. Agar bu video sizlar uchun foydali deb hisoblasanglar, albatta like bosib qo'yishni unutmanglar yoki o'sha kam mablag' evaziga biznes qidirgan do'stlaringlar bo'lsa, bemalol videoni ulashib, ularni ham bu biznes bilan tanishtirib chiqishinglar mumkin. E'tiboringlar uchun kattakon rahmat. Doimo salomat bo'linglar.